Assalomu alaykum, azizlarim. Siz qaysi shaharda ishlayapsiz? Keling birga ishlaymiz. Kanalingizga obuna bo'ling. Sizning ketmoningiz qachon uchadi? Kommentariya yozing. Va yana o'shani aytib qolmoqchiman. Siz aytyapsizki, videoda har bir chiqarayotgan videolaringizda har bir ishlatgan rus tili uchun siz 100 ming so'mdan berar ekansiz. Kelingizlar, pachakilashib o'tirmaymiz va cho'nim унижаться-то. Men mana shu chiqarayotgan videolarimda har bir rus tilida ishlatgan so'zim uchun $100 to'layman. Demak, qadrdon do'stlar, mana shu videoni oxirigacha ko'ring va nechta rus tilida ishlatgan so'zlarni sanab kommentariyaga yozingizlar va $100 olingizlar. Bizlar esa shu Hoji Akbarga o'xshab 100 ming so'm deb boyaga o'zimizni pastga ham urmaymiz. Assalomu alaykum qadrdon birodarlar, sizlar Uchar Ketmon kanalidasizlar. Agarda ketmoningiz uchmayotgan bo'lsa, kelingizlar birgalikda uchirishga harakat qilamiz. Videoni obloshkasini ko'rganlaringizdek, demak, hozirgi kunda O'zbekistonda hayb bo'layotgan, ya'ni rus tili masalasi bo'yicha va uning muammosini yecha olmayotgan ba'zi bir birodarlar to'g'risida suhbatlashsak, videoni ko'rganlaringizdek, Hoji Akbar, ya'ni o'sha videoda aytib o'tganki, yo'q, rus tili, ya'ni nimadan xafa bo'lgan, xafa bo'lishining sababi ham qisqacha aytib o'taman. Demak, kafega kirgan va kafega kirib turib, u yerda bir ya'ni sotuvchi singlimiz rus tilida undan so'ragan. Ya'ni qanaqangi kofe ichasiz deb. Va Hoji Akbar esa javob berganki, malinka kapuchino deb. Demak, ba'zi vaqtlar nima uchun ko'p birodarlarimiz rus tilini ishlatadi? Chunki uning sinonim so'zlarini o'zbek tilida topa olmayotganligi tufayli. Ya'ni Hoji Akbar, siz yashik Pandorani yanada ham ochdingiz. Endi kelingizlar, o'sha yashik Pandorani tarjima qilsak. Pandora qutichasini yanada ochdi. Bilmadim, u ma'noda agarda tarjima qiladigan bo'lsak, to'g'rimi yoki noto'g'rimi, iltimos kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsangiz va o'shani sinonimini topgan birodarlarimiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman, chunki yashik Pandora so'zini sinonimini topa olmadim. Balkim shunga o'xshash biron bir ibora ham bordir o'zimiz o'zbek tilida, ya'ni boy tilimizda. O'zbek tilimiz juda boy. O'zbek ekanligimdan faxrlanaman va O'zbekistonda tug'ilganligimdan ham faxrlanaman, qadrdon birodarlar. Demak, kelingizlar o'sha mavzu bo'yicha suhbatlashsak. Qisqacha videoni ko'rsatsam va strayk tashlamaydi degan umiddaman. O'sha orqa foniga esa strayk tashlamasligi uchun o'sha O'zbekiston xaritasini ham ko'rsatsam, uni ham bemalol sizlar, ya'ni ko'chalarni, davlatimiz qanday rivojlanayotganligini 3D formatda ham o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat, tomosha qiling. O'zbek qiz turibdi va mendan so'rayapti, "Что будете заказывать?" deb. Men boshida tushunmay qoldim, lekin tez javob berish uchun malinki kapuchino dedim. Keyin qarab turibman, o'zbek qiz. Va mendan yana so'rashni boshladi. "Еще что-нибудь желаете?" deb. Keyin men turdimda, "Qarang menga" dedim. "O'zbekmisiz?" dedim. "Ha, o'zbekman" dedi. "Men ham o'zbekman, ko'rib turibsiz" dedim. "Men menga ruscha gapiryapsam?" O'ylanib turdilar-da, yana nimadir kerakmi dedilar. "Yo'q" dedim, menimcha ozgina uyaldilar ham. Keyin kofeni kutib turibman-da, bitta menimcha o'zbek ayol kelib turib, "Что вы заказывали?" deyapti. Men javob bermasdan o'qirayib turibman-da, "Malinki kapuchino-da, вот ваш заказ" deb meni oldimga qo'yib ketyapti. Gap bu uni qilgan muomalasi boshqasida ham emas. Biz O'zbekistondamiz. Ko'rib turibsizlar, men o'zbekman, sizlar ham o'zbeksizlar. Men bilan o'zbek tilida gaplashinglar. Rus tilida gapirmanglar demayman. Sizlarni umuman olganda, umuman biznesinglar rus tiliga qurilmagan yoki Rossiyada qurilmagan, to'g'rimi? Buni mayda narsa-yu nima gapiryapsan deb gapiradiganlar bo'lishi mumkin. Tushuntiraman, bu juda ham muhim narsa. O'zbek tilini yo'q bo'lib ketishiga sababchi bo'layotganlar mana shunaqa bizneslar ham. Shu bilan birga ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar, o'zbek tilini biladigan, O'zbekistonda ishga kirmoqchi bo'lgan odamlardan ham shunaqa kompaniyalar, shunga o'xshash kompaniyalar talab qiladi rus tilini. O'zi mijozlarini 90% o'zbeklar. Nima keragi bor? Butun biznesi, butun xodimlarni rus tilida gapirtirib. Instagramdan birdan meni so'kayotgan kommentariyalar kelishni boshladi. Tushunmay qolman, nima bo'ldi, nimaga hamma meni so'kayapti desam, aktivist o'zini storiesiga meni videoyimni qo'ygan ekan va haqoratlab ketgan ekan. O'shaning uchun hamma kelib haqoratlashni boshlabdi. Kontrast bilinib qoldi-da. Xo'p, xullas, o'zbek tiliga keladigan bo'lsak, men 2 kun oldin hatto o'sha aktivist o'zini fikrini qo'llab-quvvatlab yozganman. Gruziya misolida yozganman, ko'rsanglar bo'ladi 2 kun oldin. Keyingisiga keladigan bo'lsak, ha, Feruzxon yutqizadi. Agar debatga boradigan bo'lsa, Feruzxon yutqizadi dedim. Nima yomon gap ko'ryapsizlar bu yerda? Xursand bo'lmaydimi aktivist? Men yutarkanman deb. O'zini stili, o'zini uslubi
Nima yomon narsa bor bu yerda? Mana bundan oldin qo'ygan storiesim bor-ku, Hamidov degan odam ekan. Bu Telegramda emas, Feruzxonga o'xshab anaqada qo'ygan, Twitterda qo'ygan videosini. Bilmadim, balkim o'ylagandir. Instagramda qo'ysam ko'rib qoladi, Twitterga qo'ysam ko'rmaydimi deb o'ylaganman, bilmayman. Yo'qsa Twitterda faqat fikrlar yozib yuribdi-da, Instagramga videolar qo'yib yuribdi. Lekin bu videoni Twitterda qo'ygan. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham meni yutadi debdilar, da men yutaman. Nimaga bilasizmi? Gap meni odamlarga yoqadigan gaplarni gapirishimda emas. Gap meni birinchidan o'z fikrimni gapirishimda, ikkinchidan orqamda har doim haqiqat va qonun turgani uchun. Bu yerda ham qonun va haqiqat orqali sizlarga shunaqa keltirib beraman, xohlasanglar birga dugona bo'lib hammanglar yig'ilib kelsanglar ham. Sekin chiqib ketaverasizlar o'zingizlar. Yutishim bo'yicha fikringiz to'ppa-to'g'ri, lekin unga bergan argumentlaringiz noto'g'ri. Instagramga qo'ysam hamma ko'rib qoladi deb o'ylagan, shuning uchun Twitterga qo'ygan deysizmi? Nima men sizga shunchalik ahmoq bo'lib ko'rinyapmanmi? Yo, siz o'zingizga g'alati ko'rinmayaptimi keltirayotgan argumentingiz? Rus tili mavzusi sizdan oldin ham muhokama qilingan. Bundan 10 yil oldin ham muhokama qilingan, har yili muhokama qilinadi. Nafaqat kompaniyalar o'rtasida, davlat miqyosida ham o'zbek tili birinchi navbatli bo'lishi kerak deb yozilgan. Men o'zim ham yozganman. 2 yil oldin yozganman, 3 yil oldin ham yozganman Twitterda. Men olib kelib screenshot qilib keyingi videolarda ko'rsatishim ham mumkin. Siz nima haqiqatparvar ustun yagona manman deb o'ylayapsizmi? Qo'ysangiz yoki nima xohlayapsiz? So, men ham o'sha narsani qo'llab-quvvatlayman dedim. Faqat mavzu shunaqa mavzuki, siz tanlayotgan yo'l istalgan insonni yutib chiqadi deyapman. Bo'ldi, все. Sizlarga bitta vaziyatni aytib bermoqchiman. O'zim ham nimaga buni sezib qoldim, men haqimda yozishayotganini, yo'qmi ularning bloglari juda ham mikro deb o'ylab qaraganda. Xo'p, men o'zi Feruzxonga paytida obuna bo'lganman, sababi men Feruzxon bilan bitta kompaniyada ishlaganman. Balkim Feruzxon buni bilmaslar. Lekin shu paytgacha hali sansiramadim. Nimagadir sansirashga o'tib ketib qoldilar, lekin bu haqida keyinroq gaplashamiz. Xo'p, men Orientda ishlaganman. Ya'ni u Orientga tegishli bo'lgan Yevroaziya degan korxona, kiyim-kechak korxonasi. Men o'sha yerda ishlaganman. Feruzxon marketing da aynan makro va Yevroaziyaga birinchi qaraydigan odam bo'lgan. Ya'ni boshlig'i bo'lgan marketingga. Va internetda bir ikkita videolarini ko'rganman, fikr bildirgan. O'shanda hurmatim oshgan edi bu odamga. Ya'ni aqli bor, aqlli odam ekan degan fikrda edim. Hozir o'zim kuzatmay aytdim, lekin tanishlarim shu bilan birga obuna bo'lishgan, shuning uchun menga yuborishdi, shuning uchun ham nazarimga tushib qoldi bu narsa. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, men bu insonni aqlli deb o'ylagan edim. Lekin bu fikrlarim juda ham noto'g'ri ekan, chunki men teg'izib gapirgandirman, chunki sanga emas, san srogingni qara, yogurtingni degan narsalarni repost qilib o'tiribdilar-da. Nima desa bo'ladi? Tilni himoya qilish menga bo'lmasa kimga? Kimga o'zi har bitta o'zbekni bu vazifasi ham mayli, bu burchi deb hisoblayman. Umuman olganda mayli, bu haqida keyin gaplashamiz til haqida. Umuman olganda aytganimdek, men bu insonni hurmat qilardim. Aqlli deb o'ylaganim uchun, lekin juda ham noto'g'ri o'ylagan ekanman. Yana yeb qo'yasan, bo'ldi, davay, go. Yo'q deb yotibdilar-da. Agar dugona degan gapim sizga teggan bo'lsa, xuddi shunaqa yedirishga harakat qiling. Men siz aqlli odam deb o'ylaganman-ku. Shunaqa har bitta vaziyatni bilib qolishimga sababchi shu Feruzxonni kanaliga paytida obuna bo'lgani va tanishlarim obuna bo'lgani uchun edi. Lekin bu xato bo'lgan ekan. Shunaqa. Mana qadrdon do'stlar, videoni ham ko'rdilaringiz va masala nimada ekanligini ham ko'rib guvohi bo'ldilaringiz va iltimos kommentariyada yozsangiz, kim haq, kim nohaq. Har doimgidek auditoriya, ya'ni o'sha Hoji Akbar videoni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatgandan so'ng 50 ga 50 bo'lindi, ya'ni 50% Hoji Akbarni qo'llab-quvvatladi, 50% esa qarshi chiqdi. Demak, keling, men ham o'shaga я хочу ставить свои 5 копеек deganlardek, demak o'z fikrimni ham bildirsam, bu mening shaxsiy fikrim. Hoji Akbarga hurmatim baland, chunki qilgan o'sha aktivist ishlari va o'sha kanalni yuritib, просроченный tovarlarni xalqqa ko'rsatib berganligi bu juda bir yaxshi, ijobiy bir harakat edi. Lekin afsus, bu harakat ko'p uzoqqa cho'zilmadi. Bir savolim bor, Hoji Akbar, hurmatli Hoji Akbar, ya'ni qarangki, mana agressiv bo'lmasdan, hech kimni sensiramasdan, shaxsiyatga o'tmasdan sizga tushuntirsam. Ota-bobongiz, bu ota-bobongiz deganim bu nafaqat sizni. Ota-bobongiz qachondan boshlab o'sha kofe ichishni boshlagan? Ya'ni ota-bobongiz degani bu bizning ota-bobolarimiz, ya'ni o'sha bizning ajdod avlodlarimiz qachondan boshlab kofe ichishni boshlagan? O'shani yozsangizdagina men bu bilan nima demoqchiman? Agarda siz o'sha kofe ichishni yaxshi ko'rsangiz, o'sha va qarayapmizki, shu siz kofe olayotganingizda urush janjal kelib chiqar ekan. Undan ko'ra mana bizlarga o'xshab hech kimdan hech qayerda kofe sotib olmasdan
apparat sotib olingdagina bemalol o'zingiz uyingizda kapuchino qilasizmi, latte qilasizmi, espresso qilasizmi, chorniy, boshqa turli xil kofelar bor. O'shalarni o'z uyingizda qilishni tavsiya qilib qolaman. Sizga demak o'shanaqangi kafelar yoqmas ekan, chunki 100% bilamanki, o'sha siz borgan kafeda kimdir rus tilida gapiradidagina, yana siz telefonda olasizagina hayp qilasiz va shu bilan yashik Pandorani ochasiz. Yashik Pandora demak kimda kim bilsa, iltimos kommentariyada yozingiz, chunki o'zbek tilida o'shani tarjimasini topa olmadim. Xo'p, kelingizlar. Demak, argument keltirishni ham demak so'rabsiz. Argument qanaqa bo'ladi? Nima uchun men o'sha ota-bobolarimiz qachondan boshlab kofe ichishni boshlagan yoki ichgan deb so'raganim ham ma'nosini endi asta-sekinlik bilan tushuntirsam. Nima uchun mana shu siz ko'tarayotgan masala, siz faqat egoist ekanligingizni yanada ham ko'rsatdingiz. O'sha blogerlar ham shunaqangi mavzuni ko'taradi, deputatlarimiz ham bor, yana bir rektorlar ham bor, ba'zi bir institutning rektorlari. Ya'ni o'sha bilan birgalikda ular o'sha rus tilini juda yaxshi bilayotganligini ham ko'rsatadi-dagina, lekin o'sha rus tiliga qarshi chiqadi. Men o'zbek tiliga qarshi chiqayotganim yo'q, siyosatimizga qarshi chiqayotganim ham yo'q. Demak, men aytmoqchi bo'lganim, argument keltiring deb aytdingiz-ku. Demak, sizga argument keltirib bersam, o'sha birinchi argumentlardan biri bu shundan iboratki, sizlar muammo shundan iboratki, sizning muammongiz, ayniqsa o'sha Hoji Akbar, siz har doim sizda bir shunaqangi bir nima desam, 100% to'liq inson emassiz. Ya'ni bir 30-40% yetishmaydi. Bu bilmadim, balkim yosh bo'lganligingiz uchunmi? Siz har doim muammoni ko'tarasiz-da, uni yechimini topa olmaysiz yoki yechimini bilmaysiz. Yechimini bilmasangiz va o'sha muammoni xalqqa ko'rsatsangiz, u hech qachon yemaydi va birozgina qisqa vaqtda hayp bo'ladidagina o'ladi shu bilan, yechim topib bermaganingiz uchun. Nima uchun deb tushuntirsam sizga, agressiv bo'lmasdan hurmat qilib sizni, siz aktivist o'sha faoliyatingizni boshlaganingizda to'g'ri, juda bir to'g'ri ish qildingiz. Xalqimizga sodda, xalqimizga ko'rsatdingiz, ya'ni prosrochniy tovarlar bor, ularni yemangizlar deb ko'rsatdingiz. Lekin nima bo'ldi shu bilan? Sizni 15 sutkaga qamashdi, butilkaga 15 sutkaga qamadi. Keyin nima qildi? Ish qilib o'sha faoliyatni to'xtatdingiz. Bu degani muammo shundaki, xalq sizni faqat video orqali ko'tardi-yu, lekin oxirgacha bormadi. Va muammo shundaki, siz muammoni ko'tardingiz, lekin uni yechimini topib bera olmadingiz. Va o'sha prosrochniy tovarni sotayotgan tadbirkorlarni, o'sha magazin xo'jayinlari tarafini olayotganim yo'q va ular ham bilmadim. Uni bir ikkita omili bor, ikkita tomoni bor. Ya'ni o'sha prosrochniy tovarni yoki bilmasdan, kontrol qilmasdan yechimini topa olmayotganligi uchun o'sha prilavkaga qo'yayotgani. Ikkinchi tomoni, bu balkim nagli bo'lib, shu prilavkaga o'sha strogo o'tib ketgan tovarni qo'ysamdagina o'sha odamlar olsa va biladiki, hech kim bizning sodda xalqimiz va qo'rqoq xalqimiz hech qachon ichki ishlarga borib aytmaydi va o'sha muammoni ko'tarmaydi. O'sha sotuvchi tadbirkorlarimiz bizning o'zbek millatimizning millatimiz xarakterini juda yaxshi biladi, tushunadi. O'sha 100 ming uchun yoki 40 ming uchun so'm uchun borib o'sha katta muammoni ko'tarmaydi va bizlarda nima bor? O'zbekchilik bor. O'sha hay mayli bo'pti-da deb inoqlashadi. Va eng yaxshi zo'r tomoni bo'lardiki, agarda siz o'sha biron bir ko'tarayotgan muammoni yechimini ham aytsangiz, bizlar sizga o'xshab o'sha mana Hoji Akbar mana muammoni topdi-yu va yechimini ham topib berdi, qarsaqlar chalsak. Bizlarda ayniqsa o'sha muammo. Deputatlar va boshqasi, yuqorida o'tirganlar hammasi vaysaydi, blogerlarimiz hammasi vaysaydi, sayraydi. Har bir muammoni yechimini topa olmaydi va bilmaydi o'sha yechimini. Sizda ham ana shu muammo va deputatlarimizda ham ana shu muammo. Demak, yana argument sizga keltirsam, o'sha aktivist faoliyatini siz havodan kelib qolgani yo'q yoki siz mana shu o'tirib turib, men mana shu prosrochniy tovarlarni tekshirishim kerak degan fikr bor-ku. O'sha Rossiyadagi bir blogerni ko'rgan videosidan keyin so'ng siz o'sha aktivist ishlaringizni boshladingiz.
qarang, demak ikkala o'sha Rossiyadagi bloger bilan sizni solishtirsak, Rossiyadagi bloger haligacha ham o'sha aktiv ishlarini olib boryapti va hozirgi kungacha faoliyatini to'xtatgani yo'q va uni xalq qo'llab-quvvatlaydi har doim va shu bilan birgalikda ichki ishlarni chaqirganda o'sha yerda ichki ishlarni chaqirib turib, o'sha ichki ishlar o'sha bloger taraf bo'ladi. Bizning O'zbekistonimizda esa bloger taraf emas, ya'ni o'sha tadbirkor, ya'ni kimning puli ko'p bo'lsa, o'sha tarafini oladi, lekin o'sha ichki ishlar xodimi ham haqiqat yo'qligini ham mana o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishlaringiz mumkin. Demak, siz haq edingiz, lekin o'sha tadbirkorlar, magazin xo'jayinlari nohaqligini ko'rib, lekin ularda pul bor, o'shaning uchun pul bilan ko'plarning og'zini yopadi. Va o'sha ichki ishlar xodimlari ham hammasi emas, ba'zilari o'ylashadiki, o'sha простроченный tovarni uning oilalari olishmaydi deb. Lekin xudo ko'rsatmasin, shunaqangi biron bir vaziyat bo'lib qolishi mumkinki, uning farzandlari ham agarda простроченный tovar yeb turib отравление bo'lsa, balkim o'sha paytlar ko'zlari ochilar. Bu bilan men nima demoqchiman? Ya'ni o'sha siz kopiya qilib olgansizki, o'sha rossiyalik blogerdan kopiya qilib olgansiz. Rossiyalik bloger esa boshqa bir davlatdan olgan bo'lishi mumkin. Lekin ikkalangizni solishtirsak, argument sifatida u yanada ham davom ettiryapti, siz esa to'xtatdingiz. Ya'ni nima uchun? Qo'rqoqligingiz uchun. Bu bilan men nafaqat sizni qo'rqoq deb aytmayman, butun o'zbek xalqimiz hammasi qo'rqoq va o'sha juda bir katta muammo. Ya'ni insoniyatda shunaqangi kelajak avlodimiz va O'zbekistonimiz 30 yilda o'zgarmadi va kelajak avlodimiz ham mana shu o'sib kelayotgan avlodimizni agarda nazar solib qaraydigan bo'lsak, ular qo'rqoq bo'lib o'syapti. Chunki nima uchun? Bizning avlodimizni, ya'ni bizning mana shu 60-chi, 70-chi, 80-chi yil, 90-chi yil, 2000-chi yil tug'ilgan insonlar qo'rqoq bo'lib o'sgan, qo'rqoq bo'lib, ya'ni haqni talab qila olmaganligi sababli o'sha genderni, ya'ni mana shu DNK bo'yicha agar aniq qiladigan bo'lsak, DNKni ham xotirasi bor va o'sha DNK xotirada o'sha qo'rqoqlik, ya'ni sizning farzandingizga o'sha o'tadi. U ketib qoladi, u hech qayerga chiqib ketmaydi. Ya'ni qo'rqoqlik DNK orqali bizning farzandimizga o'tadidagina va tasavvur qiling, yaqin 20-30 yil nima uchun davlatimiz rivojlanmaydi deyishim ham sababi o'shandan iborat. Yaqin 20-30 yil ichida ham o'sha bizning tug'ilgan farzandlarimiz o'sadidagina ular ham qo'rqoq bo'ladi. Ya'ni o'sha qo'rqoqlikni bizlar kiritganmiz. Ya'ni mana shu hozirgi kunda yashab kelayotgan birodarlarimiz tufayli o'sha DNK xotirasi bor. O'sha DNK xotirasi farzandlarimizga kirib boradi. Xo'p, demak, mavzuda ham chetlashib, ya'ni o'tlab ketdik deganlardek. Bu bir argument, ya'ni siz o'sha rossiyalik blogerni kopiya qilib olgansiz. Yana bir argumentlarni agarda keltiradigan bo'lsak, juda bir ko'p argumentlar bor. Sizlarning muammolaringiz ana shu O'zbekistonda o'tirib olib turib, to'g'ri, ba'zilaringiz bizlarni deputatlarimiz yomon ko'rishadi, sobiq prezidentimiz ham dangasa deb aytgan va nima deb qolmoqchiman? Ya'ni sizlar o'sha chiqarayotgan nizo, bu nima uchun aytdim, yashik Pandorani ochdingiz deb. Sizlar faqat egoist bo'lib o'zlaringizni o'ylaysizlar va lekin musofir yurtda yurgan birodarlar, ya'ni bizlarga o'xshab, bizlar dangasa emasmiz. Ya'ni chiqib ketishimizning sababi ham ish topolmaganligimizdan O'zbekistondan chiqib boshqa davlatlarda ishlayapmiz. Allohga ming qatla shukr, oilani tebratyapmiz. O'zbekiston farzandi ekanligimizdan faxrlanamiz va nima deb qolmoqchiman? Lekin O'zbekistonda bo'lmasdan turib, chet mamlakatda bo'la turib ham o'z hissamizni qo'shishga harakat qilyapmiz. Siz bo'lsa o'sha Toshkentda yoki O'zbekistonda o'tirib harakat qilyapsiz, bizlar esa chet mamlakatda turib harakat qilyapmizki va o'z hissamizni qo'shyapmiz. Demak, argument keltirsam va nima uchun egoist deb aytaman? Sizlar o'sha hayp uchun ko'tarayotgan masalalarni ko'tarasizlardagina urush, janjal, nizolarni keltirib chiqarasiz va shu bilan birgalikda bizlarni o'ylamaysizlardagina sizlar har bir qilayotgan shunaqangi bir jiddiy chiqishlar tufayli Rossiyadagi birodarlar hammamiz qiynalyapmiz. Bizlarga zapret qo'yishyapti, yana reydlar yanada ham jaddiylashadi, yanada ham
rivojlanadi, kuchaytiriladi o'shanaqangi chiqishlar tufayli. Va minus tomoni bor, bizning tomonimizda biron bir shunaqangi bir chiqish qilsa, hech kim orqamizda kuchi yo'q deb aytmoqchiman, chunki yuqorida o'tirganlar hech qachon qarshi chiqa olmaydi. Ularni ham tushunish mumkin va ba'zi vaqtlar to'g'ri qiladi. Nima uchun o'zbek xalqimizda, ya'ni O'zbekistonimizda mana shu qarshi chiqishimiz mumkin boshqa davlatlarga yo tilga qarshi chiqishimiz u qachonki bizlar xo'p aytmayman top 5 likka, top 10 likka kiraylik yoki top 20 ga kiraylikki, davlatimiz ya'ni harbiy tomondan, iqtisodiy tomondan yoki biron bir shunaqangi ishlab chiqarish tomonidan bir kuchli bo'lsakdagina boshqa davlatlarga nisbatan o'sha paytda tilimiz uzun bo'ladi. Siz hozir O'zbekistonda o'tirib olib tilingiz uzun juda, lekin siz tilingiz uzunligi bilan uning aksariyat uning nima desam, uning последствиясini iltimos kommentariyaga yozingiz, последствия so'zining ma'nosi nima. Hozir endi eslab o'tirmayman, video ham cho'zilib ketadi. O'sha siz последствияni ko'rmayapsiz, bilmayapsiz yoki istamayapsizki uni bilishga ham eshitishga. Siz o'shaning uchun men aytib qolmoqchiman, egoistlik harakatingiz, egoistlik o'sha xarakteringiz ana shundan iborat. O'shaning uchun barcha o'sha O'zbekistonda o'tirib olib turib o'shanaqangi fikr bildiradigan birodarlarga ham aytib qolmoqchiman, iltimos egoist bo'lmangizlar. Nafaqat siz yashaysiz O'zbekistonda, lekin nafaqat siz O'zbekiston fuqarosisiz. Bundan da 3 million, 5 million, 10 millionga yaqin o'zimiz musofir o'tirgan birodarlarimiz bor. Bu ham sizning akangiz, ukangiz, opa-singlingiz bo'lishi mumkin, qarindosh urug' aymog'ingiz bo'lishi mumkin. O'shaning uchun iltimos faqat o'zingizni o'ylamangdagina bizlarni ham o'ylang deb qolmoqchiman. Chunki bizlar ham o'zimiz O'zbekistonimiz, o'zbek farzandlarimiz va O'zbekiston uchun jonimiz jabborga berishga tayyormiz deb aytadi-ku. Shuning uchun shuning uchun aytib qolmoqchiman, shunaqangi fikrlarni bildirishdan oldin iltimos boshqalarni ham o'ylang deb qolmoqchiman. Chunki o'sha aytishadiki, sizlar muammo shundaki, O'zbekistonda o'tirib olib turib bir-birlaringiz go'shtlaringiz deysizlar, ya'ni tortishasizlar, men viloyatlikman, men shaharlikman, unaqa bunaqa. Agarda olib qaraydigan bo'lsak, o'sha Toshkent shahrida ham 80% kelgindi, viloyatdan kelgan. Menimcha emas, u aniq va bilmadim nima deb yasab olasizlar. Muammo shundaki, sizlar O'zbekistonda o'tirib olib turib bir-birlaringizni go'shtlaringiz deysizlar. O'zbek millatimizni, o'zbek xalqimizni ota-bobolar, nima uchun videoni boshida ham aytib o'tganman, ota-bobolarimiz bunaqa bo'lmagan. O'zbek millatimizni mana shu minus tomoni ana shu hurmatsizlik. Ya'ni oldingi, masalan, 30 yil, 40 yil oldingi masalan yoshlarni ko'rsangiz, o'sha avlod ajdodlarimizni ko'rsangiz, ular bir-birini hurmat qilgan. Bizning o'sha bobolarimiz hech qachon so'kinish so'zlarini bizlar eshitmaganmiz. Katta onalarimiz, katta otalarimizdan masalan ular tarbiya berganda so'kinib bizlarni tarbiya qilmagan. Har doim hurmat bilan sizlab tarbiya qilgan va o'sha o'zbek millatimizni plus tomoni bo'lgan oldingi paytda. Hozir esa nima uchun rivojlanmaydi deganim, ya'ni yaqin 10 asr, 5 asr davr mobaynida o'zbek xalqimiz orasida biron bir taniqli, biron bir kishi chiqmaganki faxrlansak. To'g'ri, balkim Sharof Rashidovda, ya'ni peripiska qilib turib o'sha Toshkent metrosini qurganligini aytmasak, lekin o'zlaringiz bilasizlar, o'sha Toshkent metrosi uni qurib bergan, peripiska qilib, lekin bu bilan birgalikda qanchalik xalqimiz o'sha paxta jabrdiyda bo'lib, o'sha qanchalik qiyinchiliklarni ko'rgan, paxta planini bajaramiz deb. Faqat o'shani agar aytmasak, lekin yaqin bir 5-10 asr mobaynida bizlar hech narsa ko'rsatmadikki, na biron narsa ixtiro qildik, na biron narsa bir o'ylab chiqardik, na biron bir shunaqangi bir yaxshi kitoblar yozdik-ku, shunaqangi bir dunyo taniydigan narsa qildik. O'shaning uchun men o'sha tarixni yaxshi ko'raman va
ota bobolarimiz, ya'ni Alisher Navoiy, Amir Temur, Zohirda Muhammad Bobur, Xorazmiy, o'shalarga tan olaman, lekin hozirgi to'g'ri, balkim kuchli professorlar bor, lekin yanada ham aytib qolmoqchiman, hech narsa bir nima desam, og'izni ko'pirtirib aytadigan biron bir ish qilganimiz yo'qki, ota bobolarimiz o'sha bergan bilim va tarbiya bilan kelyapmiz. Lekin mana o'zlaringiz ko'ryapsizki, yanada ham uni rasvosini chiqaryapmiz va shunaqangi urush janjallar qilib va sizga aytib qolmoqchimanki, Hoji Akbar, siz ana shu singlingizni, ya'ni bu bilmadim, to'g'ri tug'ishgan singlingiz bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu har bir ayol, o'zbek ayoli o'sha hurmatsizlik qilib o'sha hayb qilgan tomoni ana shundan iborat. Siz uni o'zbek tili yoki rus tilini ishlatishdan o'qimadingiz. Birinchi bo'lib siz o'z singlingizni hurmatsizlik qildingiz. Yanada ham o'sha rus tilini ishlatish, ya'ni yechimni topa bermayotganligingiz ham o'sha ham muammo deb qolmoqchiman. Ya'ni bu bilan o'zbek millatimiz shunaqangi hurmatsizlik qilayotganimiz ana shunda shu bir katta muammo deb qolmoqchiman. Agarda mana shu har bir blogerlar urush janjallar nima uchun qilishadi? Ya'ni prosmotr yig'ish uchun va hayb qilish uchun. O'shanaqangi. Agarda o'sha narsani o'zbek xalqimiz tushunsa, bilsa, o'sha narsani qilish, O'zbekistonimiz rivojlanish bo'lsa, hech bo'lsam yoki boshqa millatga nisbatan hurmat, shunaqangi o'zbek millati shunaqangi kuchli millat ekanligini, bir-birini hurmat qiladigan millat ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, mana shu paytdan hozirgi kundan boshlab bir-birimizni hurmat qilib, agarda xo'p, mayli shunaqangi vaziyat bo'ldiki, o'ziga borib tushuntirishimiz kerakdagina, lekin uni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib butun dunyo ko'rib, o'shani qayb qilmasligimiz kerak. Qisibgina mana shu muammoni hal qilib turib, chiqarmas faqat ijobiy, yaxshi, ya'ni o'zbek millatimizga mansub bo'lgan bir-biriga hurmat, izzat, ota-onalarga hurmat, izzat, qarindosh urug'larga hurmat, izzat, shunaqangi millat ekanligimizni ko'rsatsakdagina ancha bir 5-10 yillardan so'ng u natijasini ko'rsatadi. Ya'ni sizlar qilayotgan mana shu videolaringiz tufayli ko'rib kelayotgan avlod ham o'shanaqangi agressiv avlod bo'lib o'sadi, o'shanaqangi qo'rqoq avlod bo'lib o'sadi, o'shanaqangi manqurt, aqli past, o'shanaqangi millatparast avlod bo'lib o'sadi. Menimcha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim o'shandan iborat edi va argument menimcha yetarli. Agarda yo'q, argument kam deb aytsangiz, kelgusi sonlarda ham men sizlarga argument keltirib berishim mumkin. Va iltimos, agarda bu o'sha videoni ko'rgan birodarlarimizga men keltirgan argumentlar kam bo'lsa, iltimos video ostiga kommentariyaga yozingizlar. Yanada ham kelgusi videoda argumentlarni keltirsam. Va yana o'shani aytib qolmoqchiman. Siz aytyapsizki, videoda har bir chiqarayotgan videolaringizda har bir ishlatgan rus tili uchun siz 100 ming so'mdan berar ekansiz. Kelingizlar, pachakilashib o'tirmaymiz va cho'nam unijatsiyada. Men mana shu chiqarayotgan videolarimda har bir rus tilida ishlatgan so'zim uchun $100 to'layman. Demak, qadrdon do'stlar, mana shu videoni oxirigacha ko'ring va nechta rus tilida ishlatgan so'zlarni sanab kommentariyaga yozingizlar va $100 olingizlar. Bizlar esa shu Hoji Akbarga o'xshab 100 ming so'm deb boyaga o'zimizni pastga ham urmaymiz. Qadrdon do'stlar, demak, yanada o'sha narsani aytmoqchiman. Mana Teacher Azam degan bir yaxshi bir o'qituvchimiz bor, onlayn darslar beradi, offlayn ham darslar beradi, hurmat qilaman. Va argumentlar juda ko'p edi, ya'ni Hoji Akbar to'g'risida va Hoji Akbarga keltira oladigan argumentlar juda ko'p edi. Kelingizlar, o'sha Teacher Azam to'g'risida ham biroz o'z fikrimni bildirsam. Qadrdon do'stlar, marhamat videoni oxirigacha tomosha qiling va kim haq, kim nohaqligi to'g'risida ham fikrlaringizni bildirsangiz, qadrdon birodarlar. Hoji Akbar aka aktivist. Hamma ko'rdi videolarini, hayron qolman. Men juda ham yaqindan biladigan va hurmat qiladigan Feruzxon aka va Lazzakaga ham qanaqadir toshlar otilyapti. Endi bu yerda fikrimni bildirmasam bo'lmaydi, 50 so'mlik fikrimni tiqaman, eshitib tursanglar. Ko'tarilgan mavzu to'g'rimi? Ha, lekin u qanchalik keskinlik bilan gapirildi, qanchalik millatlar orasida adovat yanada, o'shani olovga yanada kerosin sepilyapti, bu endi boshqa masala. Va men Hoji Akbar akani ham tushunmagan tarafim, nega fikr bildirilgan boshqa joyligi juda ham keskin gapirilyapti, o'shani
ittaraman, dugonalaring, u narsa meni hayron qoldiryapti lekin. Ko'pchilik bilmasligi mumkin. Feruzxan Yakubxo'jayev o'zbek mediasi va o'zbek tili uchun juda ham katta ish qilgan. Seriya kardinal degan narsa bor, ya'ni o'zi ko'rinmaydi, orqada turadi. Shunaqa odam u. Teacher Azamga juda ham katta hissasi bo'lgan. Texnoplov, boshqa proyektlar, juda ham ko'p Telegram kanallari o'zbek tilida, tarixga oid, o'zbek madaniyatiga oid, o'zbek tiliga oid juda ham ko'p. Hech kimga kerak emas, pul keltirmaydigan, lekin foydali kanallarni, loyihalarni chiqarishga, o'shanga yordam berganlar Feruzxon aka. Men aytmoqchi bo'lganim, o'zi aslida biz hammamiz bitta jamoadamiz. Bu oradagi adovat nima keragi bor? Feruzxon akaning gapi va men unga men ham qo'shilaman. O'zbek tili yo'qolib ketib, yutqizayotgani yo'q, o'zbek tili zo'r ketyapti. O'zbek tili juda ham tez rivojlanyapti. Ya'ni eng qizig'i, yoshlar uncha eslolmaydi, lekin 30 yosh, 25 yoshlar esida bor, oldin o'zbek tili ustidan kulishardi. Adabiy gapirsa kulardi. Nimaga? Chunki biz televideniyada ko'rganimizda, ya'ni o'zbek seriallari, ya'ni o'zbek tilida to'g'ri gapirgan odamlar har doim jinni gap bilan gapirardi. Meni erim xiyonat qildi, boshqasi bilan yurib ketdi. Don olishib yuribdi. Mana shunaqa gaplar bo'lganda, haqiqiy saviyali, aniq, zo'r ma'lumotlar o'zbek sof tilida chiqmagan. Mana internet bo'ldi, sof til, o'zbek tilida ijod qilgan blogerlar chiqqandan keyin urvini darajasi ko'tarildi o'zbek tilining. Shuni aytmoqchiman, o'zbek tili hech yomon ahvolda emas, zo'r ketyapti, bozor hammasini to'g'rilab qo'yadi. O'sha restoran, kafe o'zbek tiliga o'tishi shartmi? Bozor shunaqa bosim qilib qo'yadiki, o'tadi o'zi. Hammasi o'tadi. I don't know. Sizlar nima deb o'ylaysiz? Mana qadrli do'stlar, Teacher Azam ham o'z fikrini bildirdi. Teacher Azamni juda hurmat qilaman. Uni videolarini ham ko'rib boraman. Ingliz tilida, demak, o'rgatishga harakat qilyapti va Teacher Azamni ham biroz bildirgan fikrlar to'g'risida o'z fikrimni ham bildirsam, bu mening shaxsiy fikrim. Qo'shilasizlarmi yoki yo'qmi? Iltimos kommentariyaga yozingizlar. Demak, bizlar mustaqil O'zbekistonimizda, ya'ni demokratik davlatda yashayapmizki, davr taqozosi bilan har bir inson o'z fikr bildirishiga ega va o'zining fikri bo'ladi. Demak, Teacher Azam aytayaptiki, o'zbek tilimiz zo'r bo'ladi deb. O'zbek tilimiz go'r bo'ladi. Teacher Azam, siz bunga ham ma'lumot sizga yetkazsam, siz aytayapsizki, hozirgi kundagi blogerlar, mana shu yoshlar o'zbek tilini juda bir ravon gapirib, ravon qilishyapti boyagi deb va to'g'ri va aytayapsizki, bu mavzuga hali qaytamiz. Aytayapsizki, oldingi kinolar unaqa bo'lgan, noto'g'ri gapirgan u bu deb. Menimcha siz hali yoshsiz va siz oldingi kinolarni yana bir o'tirib olingdan vaqt topib turib boshqatdan bir ko'rib chiqing. Oldingi kinolar bilan hozirgi ishlab chiqarilayotgan kinolarning farqini sizga tushuntirib bersam. Oldingi kinolarda u yerda bir-biriga hurmat, ya'ni o'zbek millatimizning shunaqangi bir shijoati, bir-biriga hurmati, e'tibori, shunaqangi bir ko'rsangiz, butun oila bilan ko'radigan va undan saboq oladigan kinolarni ishlab chiqargan. Kelinlar qo'zg'oloni deysizmi, yana mahallada duv gap deysizmi, Abdullajon mana bu Temur xotin deysizmi? Masalan, shunga o'xshagan ko'p kinolarni agar ko'rsangiz, oldin mana shu 40 yil, 50-60 yil oldin chiqarilgan video va qarang. Gapimga demak e'tibor bering. O'sha davrda chiqargan video, bilasizki, bizlar Sovet davrida edik. Sovet davrida bilasizmi, mana shu videoni chiqarish qancha mana bu redaksiyalardan o'tib, rejissyorlardan o'tib turib o'sha videolar chiqqan va o'sha to'g'ri mana shu o'zbek millati shunaqangi millat borligini butun SSSR davri, butun Rossiya, butun mana shu SNG davlatlari ko'rgan ana shu videoni-da. U ham rus tilida bo'lgan, ham o'zbek tilida bo'lgan va o'sha yerda tarjimani ham sof o'zbek tilida, ya'ni rus tilidan sof o'zbek tilida o'rganganligi va xuddi shunday qilib sof o'zbek tilidan sof rus tiliga u tarjima qilgan videosini ko'rsangiz, juda bir chiroyli, juda bir ajoyib chiqqan va u videolardan ko'rib shunaqangi bahra olasiz, shunaqangi mazza qilib ko'rasiz va u yerda zarracha bir kishilarga bir hurmatsizlik, zarracha bir nima desam, ko'ngli qoraligini ko'rmaysiz va juda bir qiziqarli o'ziga, ya'ni askarlari ham hozirgi men million jamoasi, boshqa jamoa u bu deb aytmayman. Ular bilan solishtirish ham hojati ham yo'q. O'sha yerda ya'ni notiqlik san'ati va o'sha yerda ya'ni
so'zlarni shunaqangi teran ma'noda so'zlarni ishlatgan va shunaqangi bir ko'nglingiz bahra oladigan kinolar chiqarganda ish qilib. Bu bilan men o'sha nima desam, shunaqangi dahshatki, o'sha o'zbek lug'ati, o'sha so'zlar ojizligini mana ko'rib turibsiz. Va agarda ko'rmagan bo'lsangiz, tavsiya qilib qolaman, qadrdon birodarlar, va aytgancha birodarlarimni ham iltimos qilib qolaman, kim qanaqangi o'sha oldin Sovet davrida, ya'ni o'zimiz ota-bobolarimiz ishlab chiqargan taniqli mashhur rejissyorlarimiz chiqargan rejissyorlarimiz tomonidan chiqargan kinolarni ham iltimos kommentariyada yozingizlar, qaysi kinolarni ko'rgansiz va shu bilan birgalikda necha bahoga ham baholasangiz. Ketmonnimi? He o'g'lim. Ketmonni endi tuyani dumi yerga tekkanda tashlaymiz. Shunaqa. Endi keling, mana shu hozirgi kundagi kinoni ishlab chiqarilayotgan kinolarni ko'rsangiz, ko'rmayman, nafratim keladi rostini aytsam. Mana shunaqangi biron bir mana shu 30 yil davomida chiqarilgan bir yaxshi kinoni ko'rmadim. Agarda yaxshi kino bo'lganda u bir reytingga chiqardi va u nima bo'lardi, boyagi Oskarlarga u hali ancha bor, bir 20-30 asrlar bor menimcha. Lekini bor, 30 yil ichida bizlar biron bir yaxshi kino chiqarmadikki, qarang, bizlar mustaqil davrimiz, to'g'rimi? Bizlarga hech kim qarshilik qilmaydi, qarshilik ko'rsatmaydi va bosim ham o'tkaza olmaydi. Va shu bilan birgalikda bizlar biron bir yaxshi kino ishlab chiqarmadik. Agarda biron bir zo'r shunaqangi kino ishlab chiqargan bo'lsak, iltimos uni ham kommentariyaga yozingizlarki, uni ham kelgusi sonlarda mulohaza qilsak. O'shaning uchun Teacher Azamga aytmoqchiman, vaqtingiz bo'lsa, iltimos vaqt topib o'sha oldin ishlab chiqarilgan kinolarni ham bir ko'rib chiqsangiz va aytmoqchi bo'lganim, ular o'sha davrda qilgan vaziyat, video ishlab chiqarilgan vaziyatda, kinolar ishlab chiqargan vaziyatini solishtiring va hozirgi vaziyatni solishtiringki, va o'zingiz ko'rasizki, nima yetishmaydiki, shunaqangi u paytlarda kinokameralar yo'q edi, masalanda bilasiz qanaqangi ahvol, achinarli ahvolda edi. Yana ko'p boyagi texnologiyalar yo'q edi, masalan. Sun'iy intellekt yo'q edi u paytlari. Hozir hamma narsa mavjud, lekin nima xalaqit beradiki, bizlarda o'sha davrimizda shu daston qiladigan mana shu videolarni, kinolarni ishlab chiqarishgada, masalan. Keling uzoqqa bormaylik. Nima uchun? Yana bu ham demak Hoji Akbarga argument bo'ladi. Nima uchun mana uzoqqa bormaylik? SNG davlatlari orasida, masalan, Qozog'istonda olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'istonda masalan 90% ga yaqin o'sha rus tilini biladi va ularda ham qozoq tili hamda rus tili ikkalasi davlat tili sifatida qaraladi va hujjatlar ham xuddi shunday rus tilida ham qozoq tilida yoziladi. Aytgancha, men aytib qolmoqchiman, siz qarshi chiqyapsizki, davlat tili o'zbek tili, hamma qonunlar o'zbek tilida yozilishi kerak. Bilasizmi, Hoji Akbar, sizga bir savolim bor. Mana shu ishlab chiqarilayotgan har bir qonun Rossiyadan olinadidagina, Rossiyadan olinib turib, u prosta internetdan kopiya qilinadidagina tarjima qilinadi. U ham Google orqali tarjima qilinadidagi bizning deputatlarimiz shunday papka qilib turib boyagi qo'l qo'ydirishadi. Yaqinda o'zingiz bilasizki, soliq masalasi to'g'risida kim agarda ko'p ishlab chiqarib, ko'p daromad topsa, o'shanga yarasha soliq ham ko'p to'laydi. Bu narsa qayerdan olindi? Bu narsa Rossiyadan olindi. O'shaning uchun bu ham argument. Так что Hoji Akbar, sizga aytib qolmoqchi bo'lgan gapim, bilmadim, birlaniga to'g'ri Teacher Azamdan Hoji Akbarga o'tib ketdik. Chunki argument esimga kelib qoldi. O'shaning uchun aytib qolmoqchimanki, Hoji Akbar o'sha argumentlar juda ko'p va o'shanaqangi nizolarni keltirib chiqarmaslik uchun biroz video ishlab chiqarishda o'ylaysiz degan umiddaman, egoist bo'lmasdan. Demak, keling, demak o'sha kinolar to'g'risida aytadigan bo'lsak, nima yetishmaydiki bizlarga o'shanaqangi jozibador, o'shanaqangi kinolarni ishlab chiqarishga? Hamma sharoit mavjud, lekin nima
demak bizlarda na bir g'oya bor, na bir bilmadim. Lekin qanchadir o'sha davlat puli sovuriladi, afsuski hech qanaqangi bir uning natijasi yo'q, qadrdon do'stlar. Yana bir narsa o'sha soliq masalasi to'g'risida qo'shimcha qilib o'tsam, demak, nima uchun bizlar mana shu men norozi bo'lganligim siyosatga qarshi emasman. Ya'ni qanchalik ko'p soliq to'lasangiz, masalan, mehnat qilamiz, uyga pul jo'natamiz, uydagilar masalan savdo sotiq qiladi yoki o'sha tovarlarni sotib oladidagina, o'sha har bir tovardan bizlar soliq to'laymiz. O'zingiz yaxshi bilasizlar. Qanchalik ko'p bizlar o'sha pul jo'natib turmasin, qanchalik ko'p soliqlarni to'lasak, kimlarningdir uyida bir 4 ta 5 ta bir yanada ham mashina ko'payadi. Endi barmoq bilan ko'rsatish shart emas. Qasr uylar yanada ham nima desam, qurishni boshlaydi. Lekin afsuski, yanada ham qanchalik ko'p soliq to'lashimizga qaramasdan, yanada ham boshqa davlatlardan da bizlar yana qarzimiz ham ko'payib boryapti. Endi bu qo'shimcha sifatida aytib o'tayin, ya'ni hozirgi kunda bilsangiz 36 milliardmi yoki 38 milliard tashqi qarzimiz bor. Bu juda bir achinarli hol. Bu degani, bu sizning 7 pushtingizgacha o'sha qarzlarni to'lab boradi. Demak, o'sha haqida o'ylashimiz kerak. Bizlar avlodimiz, farzandlarimiz uchun qanaqangi O'zbekistonni tashlab ketyapmiz. Yaqin kunlarda deb aytmayman, hammamiz abadiy emasmiz, o'tib ketamiz. Lekin o'tib ketganimizdan so'ng bizning farzandlarimiz, bizning nevaralarimiz nima deb aytadi? Nima deb bizlarga o'tib ketganimizdan so'ng nima deydi? Aytadi, bizlarga qanaqangi O'zbekistonni tashlab ketdilaring. O'sha sizning o'sha solig'ingizdan, ya'ni siz mana shu hozirgi kunda o'zingiz bilasiz 38 milliardga yaqin qarzimiz bor va o'sha qarz sizni farzandlaringiz, nevara-chevaralar to'lashadi. Siz uni to'lab ado etmaysiz, bu dunyodan o'tib ketasiz, lekin qarz o'shalar bo'yniga. Demak, har bir tug'ilgan chaqaloqni bo'yniga qarz bilan tug'ilib o'sadi. O'sha haqida bizlar fikr yuritishimiz kerak, qadrdon do'stlar. O'sha qarzni tezroq qutulishimiz kerak. Lekin qaniydi bir yoqadan bosh chiqarsakdagina o'sha pullar распределение bo'lib, to'g'ri распределение bo'lib, o'sha qarzlarimizni tugatsakdagina va shu bilan birgalikda kelajak avlodimizga, farzandlarimizga mustaqil qarzsiz O'zbekistonni tashlab ketsak deb aytib qolaman. Va qadrdon do'stlar, demak, videom sizga agarda ma'qul bo'lgan bo'lsa, iltimos kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar va kelgusi sonda esa bir qiziqarli bir mavzu bor, o'sha haqida ham suhbatlashsak va ma'qul keladi degan umiddaman. Bu videoda biroz siyosatga aralashgan holda-yu, lekin o'z fikrimni bildirsam, ya'ni o'zimiz O'zbekistonimizning qanaqangi muammolari bor va o'sha muammolarga yechimni ham sizlarga aytib bersam. O'sha men checklist qilib masalan O'zbekiston muammolarimiz va o'sha yechimini ham yozib chiqqanman va hozirgi kunda bilsangiz bir varaq qilib yozib boryapman. 160 ta muammoni bilsam, o'shani ham yechimini yozib chiqaman. Agarda kerak bo'lsa, iltimos menga checklist tashlab ber deb yozsangiz, sizga checklistni tashlab beraman. Bu muammoni yechim, bu mening shaxsiy fikrim, balkim sizda o'zingizni bir shaxsiy fikringiz ham bo'lishi mumkindir, qadrli do'stlar. Demak, kelingizlar, videomiz cho'zilib ketdi. Shu bilan kelgusi sonlarda uchrashguncha xayr deb qolaman. Sog'lik va omonlik tilayman va bir-birimizni hurmat qilaylik, hech qachon agressiv bo'lmaylik, sanolarga o'tib ketmaylik, sansiramaylik. Chunki bu bizning qonimizda, o'zbek avlodimizda ota-bobolarimizni qoni demak yuribdi va o'sha ota-bobolarimiz qilgan ishlarni
davomiyligini davomchisi bo'laylik degan, davomchisi bo'lamiz degan umiddaman. Ular qilgan ana shu bir-biriga hurmat, izzat, oilaga bo'lgan hurmat, aka-ukaga, opa-singilga bo'lgan hurmat va o'shani unutmaylikki, har bir farzand, O'zbekiston farzandi, har bir ayol bu sizning ham opa, ham ona, ham singlingiz, har bir erkak kishi bu ham sizning akangiz, ukangiz, shunaqangi deb o'ylaysizlar va meni fikrimga qo'shilasizlar degan umiddaman. Agarda shunaqangi fikr bilan yashasak, bir-birimizda hech qanaqa urush janjal ham bo'lmaydi. O'shanaqangi haypoviy videolar chiqarishni ham blogerlarimiz to'xtatadi degan umiddaman, ya'ni kelajakni o'ylaydi va kelingizlar, нам необходимо зациклиться для решения таких проблем, чтобы развивать наш Узбекистан, можно сказать так, найти. Есть очень много путей решений для поднятия нашей страны, для развития и для o'sha millatimizni hurmat qilish uchun shunaqangi ko'p anolari borda, demak. Menimcha nechta rus tili ishlatganligimni sanadilaringiz va iltimos kommentariyada yozinglar. Xo'p, xayr, sog' va salomat bo'linglar. Kelgusi sonlarda uchrashguncha xayr deb qolaman. Ahmoqona o'ylaydigan insonlar uchun bu video murojaatim. Ya'ni bundan oldingi videoda bir ikkita shunaqa sharhlar bo'ldiki, umuman bo'lganda 10 mingta sharhdan 100 tachasi shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa o'ylaydiganlarniki bo'lishi mumkin. Ular ham nima deyishyapti? Ya'ni men rus tilini bilmaganim uchun, bilimsiz bo'lganim uchun alamzada shunaqa video ishlab chiqargan ekanman. Ularni o'ylashligi bo'yicha men bonga kirganman va bonga kirganimda o'tda o'zbek qiz menga rus tilida gapirgani uchun men uni nima deganini tushunmay qolganman va shuning uchun ham alamzada bo'lib shu videoni ishlab chiqarganman. Bundan oldingi videoni. Agar siz ham shunaqa o'ylaydiganlarning qatorida bo'ladigan bo'lsangiz, o'tirib olishingizni so'rab qolaman, chunki bu yog'iga juda ham qiziq bo'ladi. Объясняю для особо одаренных, хорошо владею русским языком. Да, я могу владеть не идеально, но это и мне не надо, потому что я узбек и живу в Узбекистане. Biz O'zbekistondamizmi? Men faqat O'zbekistonda o'zbek tili muhim bo'lishini so'rayapman. Birinchi o'rinda bo'lishini so'rayapman. Rus tili, ingliz tili, karis tili, xolagan tilinglar keyinchalik tegidan yozilishi yoki gapirilishi mumkin. Mijozlar bilan ko'rishayotganda o'zbek tilida assalomu alaykum deb ko'rishiladi. Chunki biz O'zbekistondamiz. Hatto Yevropaga boradigan bo'lsangiz ham Italiyada ham o'zini tilida ko'rishadi, Germaniyada ham o'zini tilida ko'rishadi. Keyin siz ingliz tilida gapirishni boshlasangiz, siz bilan ingliz tilida gaplashishadi. Bu juda ham oddiy narsa. Men oddiy narsani so'rayapman. Oddiy narsa butun dunyoda bor narsa, O'zbekistonda ham bo'lsin deyapman. Tushuntirib bera oldim degan umiddaman fikrimni. Bir xil aytayapti, u sizni tanimagan, ko'rinishingiz yevropeyskiga o'xshaydi, shuning uchun ham shunaqa deb o'ylagan deyapti. Yana nima xohlayapsizlar? Rus tilini bilar ekanman, idealni bilishim shart emas, rus tilida tushuntiradigan bo'lsak. Ikkinchidan, o'zimning tilim muhim bo'lishini o'zimning vatanimda xohlayotgan ekanman. Men ham shunaqa edim. Qanaqalardan? Ya'ni rus tilini bilganim uchun kafe, restoranlarda insonlar rus tilida menga murojaat qilayotgani men uchun oddiy hol edi va hamma bilish kerak deb hisoblaydigan va men ham ruslar bilan birga katta bo'lgan inson edim. Lekin bu noto'g'ri. Bu o'zimizning milliy ona tilimizni yo'q bo'lib ketishiga olib kelyapti. Bu qanaqa bo'lib kelyapti? Shuncha odam o'zbek tilida gapiradi desanglar, yo'q. Rus tili so'zlarini ko'p aralashtiramiz. Shunaqa juda ham ko'p so'zlarimiz chiqib ketib qolgan. Biz uchun qiyin tuyulib qolgan shu so'zlar. Unaqa bo'lish kerak emas. Misol uchun muvaffaqiyatli so'zini ham kamli ishlatadi. Uspeshniy deb qo'yadi. Yoki ingliz tili aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Unaqa bo'lish kerak emas. Shunaqa sekin-sekin til chiqib ketadi. Ha, biz o'zbek tilida gaplashyapmiz, lekin o'zbek tilida emas bunday o'ylab qaraganda. Shuning uchun ham bu video murojaatda hamma narsa tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bunaqa korxonalar rus tilini birinchi o'ringa qo'yadigan bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Nimaga? Sababi aytishingiz mumkin. Mijozlarning katta qismi ruslardir-da, shuning uchun ham ruslar uchun ko'proq rus tilini biladigan xodimlar olishar ekan deb. Ha, shunaqa bo'lgan taqdirda ham biz O'zbekistondamiz. Ya'ni menga o'xshagan odamlar kiradi unaqa joylarga. Kirganda o'zini tilida gaplashishni xohlaydi, chunki biz chet elda emasmiz. Men Yevropada yurganimda borganman. Misol uchun chet davlatlarda yurganimda yoki Rossiyada yurganimda mayli rus tilida gaplashishim kerakdir. Nimaga men O'zbekistonda ona tilimda gaplasha olmayman? Nimaga men o'zimning vatanimda o'zimning tilimda gaplashish uchun kurashishim kerak? Nimaga men o'zimning vatanimda boshqalar ham meni tilimda murojaat qilish uchun kurashishim kerak? Bu oddiy holat bo'lishi kerak. Qanaqasiga eng zo'r tomoni bo'lishi mumkin. Kiraman qahvaxonamni xohlagan joyimga. Fitness bo'ladimi? Hozir fitnesslarda ham bunaqa muammolar ko'p. Assalomu alaykum. Bo'ldi, shunaqa kutib olishdi. Men
va alaykum assalom yoki здравствуйте desam, keyin rus tiliga o'tib ketishi mumkin. Yoki assalomu alaykumga va alaykum assalom qaytarsam o'zbek tilida gaplashishi mumkin. Yoki hello desam men bilan ingliz tilida gaplashishi mumkin. Bo'ldi. Shunaqa butun dunyoda. Bizda ham shunaqa bo'lishini xohlayapman. Ani ovqatlar turadigan menyu bor-ku, ruschasiga ketadigan bo'lsa, o'shalarda ham bon va shunga o'xshash joylarda rus tilida yozib qo'ygan faqat. Bon umuman olganda fransuzskiy brend ekan, o'zligini aytishligi bo'yicha, ya'ni Fransiyaga aloqador. Kofilari Braziliyaniki. U O'zbekistonda joylashgan. Nima aloqasi bor rus tilini bu yoqqa? Hatto klientlari rus tilida ko'p gaplashadigan bo'lgan taqdirda ham birinchi o'rindagi til o'zbek tili bo'lishi kerak. Borib Rossiyada agar o'zini joyini ochadigan bo'lsa, bu o'shanda rus tilini birinchi o'rindagi tilga qo'yishi shart bo'ladi. O'zbekistonda ham o'zbek tilini birinchi o'ringa qo'ysin. Aniq qilib aytadigan bo'lsam, bu muammo qatdan paydo bo'ladi. Ikkita o'zbek bir-biri bilan rus tilida gaplashishi mumkin degandan paydo bo'ladi. Aynan o'sha qahvaxonadagi vaziyatga o'xshagan vaziyatdan. Ya'ni ikkita o'zbek ham biladi, o'zbekchani aralashtirsam ham, ruschani aralashtirsam ham babi meni tushunadi deb til buzilishiga olib keladi. Videoda ko'rgan bo'lsanglar, men o'zim ham rus tilida ko'p gapirganman, ya'ni rus tili so'zlarini aralashtirganman o'zbekchada gapirayotganimda ham. Bu virus. Men o'zim shu vaziyatdan chiqib ketish uchun qancha harakat qilib, hatto storieslarimda ko'rgan bo'lsanglar, obunachilarimdan ham so'raganman. Ko'p yozib turinglar, iltimos rus tilini aralashtirayotgan bo'lsam, hatto pul ham beraman degan darajagacha ham kelib qolgan vaziyat. Va men hali unaqa past pog'onada emasman. Ko'p o'zbeklarimizda bor, past pog'onaga tushib ketgan juda ham. Gapirayotganida o'zbek so'zini aralashtiradi. Rus tilida gapirib, o'zbek so'zini aralashtiradigan darajaga kelib qolgan. O'zbek tilida rus tilini aralashtiradigan emas. Shuning uchun bu muammo bilan kuchliroq kurashishimiz kerak deb o'ylayman. Aytganimdek, agar men xuddi shunaqa rus yoki ingliz tilini o'zbekchada gapirayotgan joyimda aralashtiradigan bo'lsam, bugundan boshlab bemalol menga bu narsa haqida yozishinglar mumkin. Bundan keyingi videolarda har bitta topilganiga, birinchi topgan odamga, aniqrog'i 100 ming so'mdan tashab beraman kattasiga. Shunaqa gaplar. Tilimizni himoya qilish bu o'zimizga bog'liq va o'zbek tilida gapirish rus tilida aytadigan bo'lsak, modna bo'lish kerak. Shunaqa odamlarga yetib borish uchun.